Ayollarimiz endi har kuni xuddi shunday qilib belini og'ritib turib, hovli shupurishlari umuman shart emas do'stlar. Endi bir haftada bir marta shupuradi, umuman hovlilaring chang bo'lmaydi, xuddi shunday baylar to'kilmaydigan bo'ladi. Nimaga bunaqa bo'ladi deydiganlarga, xuddi shunday qilib shumkali naves qildiradigan bo'lsangiz, umuman ayollarimiz har kuni shupurib yoki yerlari iflos bo'lib ketmaydi, burchatka bo'ladigan bo'lsa, burchatkalaringizga ham yomg'ir tushmaydigan bo'ladi. Ko'rib turganlaringdek chiroyli qilib shumkali naves qilib berishgan bo'ladi. Ustunlari ham anchagina baquvvat bo'ladi. Xo'p, bularimizni narxi necha pul bo'lyapti? Qayergadir xizmat ko'rsatishadi ustalarimiz. Bundan tashqari Lexalli variantlari ham bormi deydiganlarga, xo'p, naves qiladigan akamiz oldiga kelganmiz. Assalomu alaykum. Siz aka, yaxshimisiz? Xo'p aka, juda ham chiroyli chiqibdi. Xo'p, bu variantimiz shumkali varianti. Shumkali, Shumkali variant juda ham chiroyli chiqqan ekan. Xo'p, lazerda ko'rinishda kesilgan ekan gullari. lazerli bo'ldi, xorilari. Xo'p, shumkali variantlarimiz endi bu necha qavat bo'ladi shumkasi aka? 3 qavatli bo'ladi. 3 qavat bo'ladi. Bu shumkaning vazifasi nima endi buni? Tagida faneri bor, nimasi bor, falgasi bor, keyin tunuka. Issiqda o'tkazmaydimi yozda? Shumda ham o'tkazmaydi. Ha, yomg'ir yog'adigan bo'lsa ham shumda ham o'tkazmaydi. Ya'ni hozir mana do'stlar, hozir yomg'ir yog'yapti, lekin bu tomonda ovozi ham chiqqani yo'q, mikrofonda turibdi, lekin ovozi chiqadigan bo'lsa, ovozi chiqadi. Xo'p, lazer gullarda chiroyli qilib kesib berishga bo'linadi. Xo'p, 3 qavat bo'ladi deyapsiz-da bular. Bundan tashqari kimlargadir gibridlar kerak bo'ladi. Gibrid qilib beraverasizlar. Ham shumkali kelgan, ham Lexalli qildiraman deydiganlar bo'ladi. Unaqalarni ham qilib beraverasizlar. Qilib berilaveradi. Shumkali variantlarimizni eng arzon necha puldan boshlanadi? 300 mingdan boshlanadi. 300 ming so'mdan boshlanadi. 600 minggacha. 300 mingdan 600 ming so'mgacha. Xo'p, kvadratga qarab turib o'zgaradimi narxi yoki materialga qarab turibmi? Materialiga qarab turib bo'ladi. Bundan tashqari mana ustunliklarini bir xil yila ikkitalik qo'ydiradi-da. Ikkitalik qo'yadigan bo'lsa ham qilib beraverasizlar. O'rtasiga lazerli gullardan qilib berishadi. O'rtalarini ham lazer qilib beraveramiz. O'rtalarini ham lazer qilib berilaveradi. Juda ham zo'r. Xo'p, bu qilinayotgan ishga qancha garantiya berasiz endi? Bunga 10 yilga garantiya. 10 yilga garantiya beriladi. Svarka sohasi bilan qanchadan beri ishlaysiz aka? 20 yildan beri ishlaysiz. 20 yildan beri ishlaysiz, ya'ni anchagina tajriba bor, bemalol qilinayotgan ishga 10 yil hech kim garantiya bermaydi, to'g'risi. 5 yil garantiya berishardi. Ustalar 10 yil garantiya beramiz deyishyapti. Xo'p, Lexalli variant qildiraman deydiganlarga Lexallilar necha puldan qilib berasiz? Lexallilar endi 450 mingdan o'sha 600-700 minggacha bo'lyapti. 450 mingdan 650 ming so'mgacha o'ra. Ular ham o'sha materialiga qarab turib narxi oshaveradi. Nimasiga qarab oshaveradi. Xo'p, Lexalli variantga ham xuddi shunday 10 yil garantiya beriladimi? Beriladi unga. Unga ham 10 yil garantiya beriladi. Xo'p, bundan tashqari qarang. Xo'p, bu joylarga lazerli chekkalariga lazerdan foydalangan ekan. O'rtasiga ham lazerli qilib bering deydigan bo'lsa, o'sha o'rtasidagi nima deydilar ularni? Nimasi? To'sinlari. To'sinlariga bularga ham o'sha lazerli ko'rinishda qilib bering desa, qilib berilaveradi, lazerli. Xo'p, xizmat qanchaga ko'rsatiladi endi aka? Bu narxlar qanchaga amal qiladi? Nimasi deysiz? Nima, xizmat ko'rsatish qaysi viloyatlargacha xizmat ko'rsatadi? O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatiladi. Xo'p, voha tomonlardan chiqadigan bo'lsa ham narxlar o'sha bunday bo'ladimi yoki nimagacha Toshkentgacha masalan shu narxda jinda yo'l kirasi qo'shilishi mumkin. Jinda. Hozir bu joyimizga necha puldan qilib bergansiz? Bega 380 mingdan bo'ldi. 380 ming so'mdan bo'ldi. Ofshi necha pulga bitdi? 16,5 million bo'ldi. 16,5 million so'mga bitdi. Juda ham zo'r. Xo'p, bakda endi necha kunda sinovga qildilaring? Bir haftada olib kelib, bir hafta oldin kelib o'lchab ketgansizlar. Ustanovka jarayoniga qancha ketdi? Bir kunda. Bir kunda ustanovka qilib qo'ydilaring. Bundan kattaroq joy bo'lsa ham o'sha bir kunda ustanovka qilasizmi yoki iloji boricha, qo'ldan kelgancha bir kunda qilinadi. Xo'p, uy egasidan nima talab qilinadi endi? Sizlarga telefon qiladigan bo'lsa, aytaylik. Bizga endi o'sha bitta lesa beradi, shu boshqa nima? Lesa beradi. Hamma yo'q o'zlaringdan. Kraskasigacha sepib berasizlar. Sepib berib. Kraskalari qanaqa kraska sepiladi bularga? Kraskalari endi masalan devo ham sepib berishimiz mumkin yoki nima ham hammer kraskamiz bor, temirdiki, o'shandan sepilyapti. Zakasiga qarab turib sepib beraverasiz. Qaysidan sepib bering deydigan bo'lsa, sepib berilaveradi. Ustalarimiz 20 yillik tajribaga ega. Bundan tashqari temir sohasiga bog'liq yana nima ishlar qilasizlar? Juda ko'pchilik naves qiladiganlar perila qiladi, darvoza qiladi. Bundan tashqari tapchallarning ustiga nimalarni qilib berishadi. Ularni ham qilib beraverasizmi? Darvozalarni necha puldan qilyapsiz endi kvadratini? Darvozalar endi 500 mingdan 1,5 milliongacha bor. 1,5 million so'mgacha urib bor, juda ham zo'r. Xo'p, ekranga nomer qo'yaman, xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatishar ekan. Lesa kerakmi, perila kerakmi, darvoza qildiraman deysizmi?
Xudo xohlasa bemalol aloqaga chiqadigan bo'lsangiz, kataloglar, rasmlaringiz bor, bu nimalarning rasmlari bor. Xohlagan dizaynlarini tanlasalaring, chiroyli ko'rinishda qilib berishadi. Lexanli variant kerak desalaring, Lexanli variant, gibrid desalaring shu o'rtasiga Lexandan qilib berishadi, u ham chiroyli chiqadi. Bu xonadonimiz shumkali deganlarga shumkali qilib berishgan ekan. Xudo xolasa ekranda nomerda Telegram, WhatsApplar bor. Aloqaga chiqsalaring, mana akamiz o'zlari oladilar. Bemalol kataloglarni tashab berishadi. Xudo xolasa chiroyli qilib xizmat ko'rsatishadi.